Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim. Bugun 2026-yilning 19-mart sanasida sizlar bilan yana bir bor Maftuna brendi kanalida mana ko'rishib turganimdan xursandman, hurmatli kuzatuvchilar. Shu yerda hozir kech bo'lsa ham mana opam kelgan ekan. Onamnikiga bugun juda ham boshim og'riganligi uchun kelgan. Obedda eshitdim. Bormayman degandek qiluvdim. Ertaga ketarkan baribir ko'nglim bo'lmadi. Hozir bolalarni tashladim dadasiga. Dadasi borib kelay, 1 soat bo'lsa ham barib ertaga ketarkan. Erta borgunimcha ketib qolishadi dedim-da. Kelaverdim mana. Ozoda bilan hozir taksi kutyapmiz. Assalomu alaykum demaysanmi? Assalomu alaykum opa. Ayam obunachilar. Taksimizni kutyapmiz. Hozir soat 8:30 bo'ldi. Taksi chaqirmamda shoshib chiqdim. Imron bilan Sadiya bilmasin dedim. Shuning uchun hozir endi taksimiz kelishini kutyapmiz. Hammalaringizga mana bugun xudo xolasa oxirgi kun ro'za Ramazonni. Men obedda Imron bugun bog'chalar ish kuni obedgacha bo'lganligi uchun Imronni bog'chadan olib kelayotganimda shunday birdan boshim oyog'imni uchidan qandaydir aylanib keldida boshim mana shunaqasiga chayqaldi. Shundan og'riq turdi. O'shan bilan kechgacha boshim og'ridi. Uyda ayam ovqat qilib qo'ygan ekan, hali ham boshim taksimiz kelyapti. May sal yurib qo'ydik-da. Rahmonrahim. Assalomu alaykum. Звонободка. Пожалуйста, пристегните ремень. Счастливого пути. Звонободка. Samarqand. Ayamni hovlisidagi olcha gullabdi. Voy, mashalloh. Onajonimnikida. Meni bolalikdagi tug'ilib o'sgan katta bo'lgan xonadonim. Mashalloh. Chiroyligina. Ozoda chiroyli gullabdi. Ayamnikiga ham birpas yetib keldik, ana hurmatli kuzatuvchilar. Biz kiramiz endi onajonim uyiga. Voy, nodon qiz, kelmayman demay kelaversam bo'lmaydimi? Ayamni kuttirmay. Keldim mana onajonimnikiga. Baribir kutadi-da. 10 ta bo'lsa o'rni bo'lak deydi-ku. Sizlar bilan keyin yana bir bor ko'rishamiz. Ana chotki olyapti. Ishtatib. Malaxatga qarab bo'ldi. Malaxatga qarayapti, yarim to'p qoldi. Nariroq suran oringni. Malaxat. Yaltirayapti shampunkan bo'lsan yerda. Malaxatni bu tarafidan men olyapman, bu tarafidan olyapman. Endi so'rashaver. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Hayitlaringiz bilan. Rahmat. Charchamay, hay anavlar o'tkazib oldingizmi? Hajanaga ro'molga urib ketsan chiroyli kirib o'tadi. Voy, kirib olganda seni boshingga birov qarab boryapti. Oldi shunday deysan. Qani agar meni to'ydan birov chiqarib Sizlarning qanday charchamayapsizlar? Uydagilar yaxshimi? Qo'yimrombekka Otabek hammasi yaxshi. Sizlar vajilashni kamroq qilinglar. Sulaymon, bez zubga tush. Tarafas qanday yaxshimi? Yaxshimi? Charcham yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Sitora qani? Sitora kiymadi. Qo'rqmayman dedi. Qanday meraba yaxshimi? Charchami? Sog'liq yaxshimi? Boya obedda shunday oyog'imdan bunday tornado aylanadi-ku, shunaqasiga keldida boshim shunday aylanib, shunday boshimga birdan og'riq kirdida. Kuchinga shunday dedi-ku. Bosh aylansa o'z lekin staran so'ramabman boshimni og'rimadimi deb. Kecha og'ridi boshim. O'zi ham havo ham aynigan dedi-da, mana magnit bo'roni bo'lyapti ekan. Sizlar chidaysizlar, men chidolmayman lekin. Bunyod qandaysan? Yaxshi. Sulaymon, yaxshimisan? Hayitlaringiz bilan amma. Yaxshimisiz? Videolaring yaxshi. Ha, yaxshi, rahmat. U o'tirgizmaydi, o'zi hozir 5 minut o'tirib ketadi, o'tirgizmaydi u. Dadasi bor uyda. Choy qo'yib beringiz endi. Vaqtiga choy
Oyma bo'lgan. Kun ko'pmi? Ana shunday bo'lyapti. Kech bo'lganda bilmayman. Mana qara ko'karib Qurib ketgan. ketibdi-ku. Yo'q, ko'karib ketgan desam, ayam yo'q deyapti. Qo'lim ko'karib ketgan. Nima bilan ana uni kiyimimga ilmi yoki? Yo'q, bilmayman. Ha, Bilmayman. shuniki, manoniki Mana o'tgan. Mana ko'rganman. Ishdan chiqar ekan. Qoldim desam, ayavoy deb. Malika opa endi kelyapti ekan. Ha, boya gaplashdim. Bugun ana O'ylab o'qisi. so'rashdimi? O'zing ham so'rashdingmi? Obunachilaring bilan. Men ko'rishib kelyapman obunachilar bilan. Assalomu alaykum, Dildora uz obunachilar bilan ko'rishib qo'yaylik. Hayitlaringiz bilan hammalaringizga. Mana ana yerda ro'zada ro'mol o'rab kiymaydim, ko'ylak bolalar. kiymaydim deganiga mana Enangni xonasiga tez. ko'ylak kiyib ro'mol o'rab keldim. Sizlar uchun. Ha. Nega shim kiyib keldi deb qaysi kunidir yozganda ba'zi bir kuzatuvchilar, lekin meni haqiqiy kuzatuvchilar bunaqa yozmaydi. Men har bir yoyolamanmi, yoyolmaymanmi yoki men ayamnikiga olib kelgan narsamni ko'rsatamanmi, ko'rsatmaymanmi yoki men ehson qilamanmi, qilmaymanmi? Odamlar aytadi, shu Dildorani og'zidan shunaqa gaplar chiqyaptimi? Nahotki u amal qilmaydi deb o'ylaydi deysiz deydi. Unaqa gapirmang deydi-da. Inshallahimiz ishonsang tugagan yo'q Dilrabo. Bizniki ham shu. Biz bittadan yedikki, oxirgi uchinchisi siz olib keldingiz-ku. Birinchi olib kelgansiz yedik, undan keyin orada bilan. Biz ham yeganimiz yo'q, bitta shu turibdi hali. Shularda yaxshi endi. Bizni bolalar Yaxshi, oshmosin yegan yaxshi-da. Potizuti Bugun yana bir olay dedim-da. Endi ketmaydi yo'q dedim. Katta kelizakli tuxum oldim kecha uyga ertaga ayam. Ha, o'sha. Endi kattamikan? ikkita chiqadi. Ha. Barakali bo'lsin dedim. Bugun yana olaman desam, boya oldiga bordim. Nima? Kecha oldim desam, siz nima bir kunda shuncha tuxum yeb qo'ydingizmi? Yo'q, bugun ayam qilmoqchiman desam, ha, ertaga bo'ladi dedi. Ha, esa ertaga olaman. Biz ham hali ham tuxumma, dadasi ertalab yemayapti, bizga qo'shilib sincha ichyapti. Endi kecham arzin kelib bitta tuxum Bir kun kiyim. bo'lmasa mana ham ko'karish kerak. Qo'lingni bu yeri ko'karib qolmaydi. Avval kelgandan beri bunday qilyapti. Mana uni chiqadi bir xil ekan. Ha, rangi chiqadi. Billurlar chiqadi. Kiymagan ham. Buyog'ini emas, Yo'q, mana kiyganman. buni kiygan ko'r, mana ishtonni ko'r. Shunaqa gaplarda. Yaxshimi? Bolalaring nafta? Yaxshi. Malika opa yo'lda ekan. Malika opam bilan gaplashdim. Endi hamma hayitga uyiga boryapti-da. Toshkentda ishlaydigan, o'qiydiganlar, dumaloq uyda tashlagan ekan. Dahshat odam ko'p qaytyapti. Studentlar qaytyapti, ishlaydiganlar qaytyapti. Ular taksistlar manaqa o'ng qo'lini og'ziga urib 150 ming deb urishib tashladi. Muncha noinsofsizlar deb dedim deydi. Taksistlar lekin anosini yutvaradi lekin. Shunday. Bitik ko'zim demaydi. Biz masalan sezonlarda narxni вообще hamma narsalarni 100 ming deb turib oladi-ku. 150 ming kelgan narsangni ham 100 ming. biz hech qachon unaqa bayramlarda masalan hayitlarda boshqalarda bayram ekan deb ko'tarib olmaydi hech qachon. O'sha mesatlar ko'tarmaydi deyapti mana. Maftular yo'lda ko'p yuradi-da, o'zlarida mashina bo'lmagandan keyin taksida yuradi. Rosa taksistlar o'ng qo'lini og'ziga urib yuboradi deyapti. Biladi-da, bular ko'chada yuradi-da, shuning uchun biz deydi bayramlarda deydi mana sezonlarda, oq kofta sezonlarda ko'tarmaymiz deyapti. U yoq ko'tarib yubormasa, endi u yoqqa qarab baribir bu yoqda narx bo'ladi. Toshkentda qilayotgandir. Qo'llariga xina qo'yib. Ha, zo'r-ku. Xunada xuna qo'yish kerak-da hayitda o'zi. Nega lekin xina qo'yish? Ozada qo'yaman deydi. Xalq qo'yadi-da, xalq qo'yadi sen qo'ymaganing bilan. Menga ham rosa Siz ham qo'yay. qorayibsizmi sal yo qizardingizmi? Qizargandirman-da, men ham charchayib Sovuqda yuribsiz. rosa ko'p. Sovuq ham bo'lyapti, bir quyosh ochdi. Lekin biz qarayganmiz. So'qatashamadim. Qarayganman. Yo'q, siz yaxshisiz. Yo'q, Sen o'zi qip-qizilsan bu. Qip-qizilmi? Qizilma. Bug'doy rang. Bug'doy rangda shu. Bitta men bug'doy rangmanda, bilmayman.
Bozordan topib olgan. eng chiroyli ayolman degan. Hech qachon men xunukman, men ana Hech qachon demadim. xunukman Men nima? demayman. Sochim tez oqaradi. Deyapman-da. Toza qop-qora emas. Sochim tez oqaradi. Shunda ham men o'zimni xunukman demayman. Odamlar bunday qilib yuring, bunday qilib yuring deb menga aql o'rgatadi. Iltimos deyman. 4 ta bolam bor, katta tog'day erim bor deyman. O'shalarga yoqsam bo'ldi. O'shalar hammasi meni aziz qiladi, o'shalar yaxshi ko'radi. Bo'ldi, boshqalarni yaxshi ko'rishi Qiziqmas. qiziq emas menga. Meni hurmat qilsa bo'ldi. Men yaxshi ko'rish shart emas. Olay sen narsalar ye. Mana undan ye, bundan ye, mana samsa bor mana yerda. Pichak bor. Oldingda bor ekan-ku. Bor. Men hech narsa yegim kelmayapti. Nima ovqat qiling? Osh qilgan ekan. Osh yaxshi ko'radi. Endi yaxshi ko'radi-da, yaxshi ko'radi. O'zlari yaxshi ko'rib yeydi. Men uncha lekin yemadim. Och qolib ketdim lekin bugun, lekin och qolganim bilan narsa yegim kelmaydi. Ozgina yeyman. 3-4 qoshiq yegim kelmay qoladi. Lekin uni yeyman, buni yeyman deb bozorda ovqatdan gaplashamiz, faqat bekorchilikda. Ro'za payti. Nima o'zi taqiqlansa odam shuni aniqlagisi keladi-da. Lekin och qolmadim demash kerak ekan-ku. Baribir odamzod qiynalganini nima deydi, his qildirish kerak ekan-da Allohga. Men shu yerda o'zim roligimni yakunlayman. Men ko'p va xo'p oldim. Avtonosi olaversin, lekin men telefonim charchadi. Sulaymonga beraman, Sulaymon telefon o'ynagisi kelyapti. Hammalaringizni kirib kelayotgan hayit ayyomi Navro'z haqiqiy musulmonlarning bayrami. Har tomonlama zo'r bayramlar birga bo'ldi. Rosa mart oyi juda bayramlarga boy. Ham hayit bo'ldi. Ham ro'zani o'zi ham bir bayram. Bilmayman, biz hech lekin kecha birinchi marta og'izacharga ovqatni tayyorladim. Birinchi marta. Bir marta oxirida. Bo'ldi. Boshqa hech qachon hali men ovqatim pishmay qoldi, yetmay qoldi o'sha paytga borib bo'lmadi. Bizniki ham men ham har vaqtida tayyor. Kecha sal oshib ketdi, lekin o'sha pochchak baribir yeya olmadi. Samsa dedi, mana uydan yoymadan dedi, ikkita ekan dedi, bilmasdan yeb qo'yibman dedi. Chechirab. Ana bundaqa kichirlaringdan ikkita ekan-da. Ha, anam samsami? Samsa kammi? Men sanamay dedi, ikkita yeb qo'yibman dedi. Bemalol osh bo'lsin yeyvering dedi. Birda Keyin oyim bilan birga solding gaplashdim. O'shani yeb keyin uncha yemadi. Bugun hozir kecha o'sha payt svejiy betiga podyevalar qo'yib olib qo'ydim, stretchlab. O'shani mikrovolnovkada qizdirib berdim-da. Merojga yangi pishirib, Malkapam taksida kelyaptimi? Sardor bilan keldim. Hali yo'lda turganmi shu paytgacha? Yo'qni Sirdaryoga Sirdaryoga yetdik. ancha bo'ldi, o'sha beri ketib qo'ydi. Salomon kiyos. Endi ertalab yana u yoqqa bozorga qarab tovar olib boramiz. Sarson bo'l. Kechqurun borish kerak edi, shuning uchun. Hozir tushirib qolamni, yetishiraman. Qayerda tushiradi endi? Uyga kelibdi. Hammalar yaxshi o'tkazinglar bayramni. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bu yilimiz mana yangi yilimiz Navro'zda o'zi ketadi, aya hisob aslida. Navro'zda yangi yil haqiqiy o'zbeklarning yangi yili hisob bo'yicha endi ketadi. Shuni ko'rishdimmi? Shahnani og'zidagi bananni ana kichkina olib qo'ydi. Kichkina. Ketdi. Chiqmaydi bo'lmish. U o'zicha erkin bo'lyapti-da, mana yerda ayasi 4 ber, banan ber qilyapti. Esdan chiqdi, yana esiga tushirib qo'ydi borligini. Ha, quturinglar. Nohaq gapir, farish yangiliklardan seni farishdan rosa ko'p kuzatuvchilarimiz bor. Menga qarab, hamma narsani aytib to'g'ri topdimmi? To'g'ri aytdimmi? Sizni obunachingiz ekanmanmi? Malhat degan singlingiz farishda turadimi? Kecha 8-marta kelmadi-a deb turib, hamma ma'lumotlar aytib yotibdi. Kim ekan? Yo'q, umuman kim ekan emas.
Hamma biladi buni nechta 160 mingta odam ko'rsa hammasini aytib turaman-ku men. Farishta ham hech aytadimi senga odamlar? Ha, aytadi. Tanish bilishlarim ko'p. Men Yo, aytadimi shu aytadi. internetga chiqasiz deb aytadimi? Aytadi. Sizlarga quloq kesib berish kerakmi? Quloq kerakmi, quloq? Mayli, sog' bo'linglar. Biz endi o'zimiz gaplarni gaplashamiz. Men Sulaymon, biron narsamni o'chirib yuborsang, lekin naqkallan ketadi. O'zi ham uxlasam, shunday ko'p odam telefon qildi bugun. Sulaymonlik maktabga jo'natgan qaytib kelganda turibman. Tepamda tursa 12gacha uxlab ketmab qo'ygan. Desam, nasıl boyagi ipak-chaklar ulashib o'tdi shu mehmon mana bo'lganmi? Bu tushuna. 2,5 shundaylik bo'lib qolganmish-da. Ipak-chak bo'lib qolganmish. Mamde bo'lib ketdi. Telefonim qizidi. S25 ham qiziydi ekanda. hamma telefon anularini o'chirib tashlasalar men o'chirdim rosa dedi. Nima kerak olgan videolarni saqlab dedi. Shuning uchun eksport qilmayotgan u dedi. Shunaqa bo'ladi meniki ham. Pamitga olgan bo'lsa uni o'qimaydi deb eksport qilmaydi. Sen u Otabekni oldidan ketib nariyoqqa borib yana o'chirtirding. Bir balam bo'lmayapti. Bolalar ko'rib 5 minut 3 minut tirq video qilmayman-da. Instagramga qisqa video qiladi. U Paxtakor bir balani olib boradigan deydi. Nima Otabekni kanalini? Paxtakorim. Apa, uni olib boradigan kanalni olib boradigan bola sizni kuyovingizmi deydi. Ha, desam, ular yaqinda endi bilibman deydi. Ana Maftum bilan ikkalasi bozorda yurgan ekan deydi. Ha, dedim. U bolani men rosa kuzataman Instagramda. Ha, Instagramda kuzatadi rosa Paxtakor. Buni men bir reklama qilib berishim kerak ekan. Nima oti? Otabekning kanalini oti Paxtakorim. Instagramda Paxtakorim degan kanal bor. Haligi kuzatib podpisatsiya bo'lib, layklarni bosib qo'yasizlar, hurmatli kuzatuvchilar, Maftunani kuzatuvchilari. 9 mingta bo'ldi. Sen hech aytmaysan-a? Kanalni aytmaganman, lekin mana Men YouTube knopkamni olib kelmabman. olib kelmabsiz ko'radi. Qo'shib qo'yapkan. Ha, Yaxshi. knopkani olib kelaman dedim. Ushlab ko'rishim kerak-da, yo'qsa Va nihoyat oldim. Og'zini. Hadi kulyapti. Ay sizni obunachilar kuzatyapti. Voy, uya. yotavering. Men o'chirganim bilan meni. Maftuna Yotavering. Mana. Ali blogerlardan qo'rqib bilmay qolasizda qayeringiz olayotganini. Buni gilosmi deyman. Sizni o'chiramiz. Hozir olyapsan. Buni aytmoqchi ta'sir